Germaniyaning Karlsruhe shahrida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi kuni va Xalqaro inson haqlari kuni munosabati bilan ilmiy muhokama yig'ini o'tkazilgan. Bu yig'inni 14 kishilik huquq tashkiloti birlikda tashkillagan bo'lib, yig'inga shahar boshlig'ini o'z ichiga olgan bir qism davlat arboblari qatnashgan. Yig'inda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga xotim berish masalasi nuqtaliq muzokara temasi bo'lgan. Shuning bilan birga oldingi bir haftada Shvetsariyada orqa-orqadan Uyg'urlarga munosabatlik bir yurish faoliyatlar bo'lib o'tgan. 10 dekabr kuni Zorik shahridagi Osiyo madaniyat markazida G'arb ellari Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun nima qilish kerak degan temada muhokama yig'ini uyushtirilgan. Turkiya parlamenti yillik hamchot yig'inida so'z qilgan Turkiya tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu Xitoy Uyg'urlarni topshirib berishni talab qilgan taqdirdami biz Uyg'ur turklarni Xitoyga bermaymiz dedi. Turkiya tashqi ishlar ministrligining Xitoydan ofat haqida tushuncha berishni talab qilganligini, Sharq Turkiston masalasida Turkiya hukumati bilan o'xshash maydonda turayotgan davlatlar bilan birlikda xalqaro sahnalarda Uyg'ur turklarining huquqlarini qo'g'dashga tirishayotganligini aytdi. İran Tashqi ishlar ministrligining organ torbetida 13 dekabr e'lon qilingan bir maqolada aytilishicha, İran Xitoy ikki davlat munosabatini taraqqiy qildirish uchun Xitoy muavin bosh ministri Ho Chunhua 13 dekabr iqtisod va savdo vakillar umikini boshlab Eronga ziyoratga kelgan. Xitoy ziyorat umiga Eron prezidenti Ibrohim Raisi bilan ko'rishgan. Prezident Rais uchrashda Ho Chunhua Xi Jinpingning yaqinda Saudiya Arabiston ziyorati jarayonida o'tirg'i qo'ygan Arab ellarini qo'llash haqidagi bir qism siyosiy maydonlarni Eron xalqi va hukumatining noroziligini qo'zg'adi. Xi Jinpingning yaqinda Saudiya Arabiston ziyorati jarayonida o'tirg'i qo'ygan Arab ellarini qo'llash haqidagi bir qism siyosiy maydonlari Eron xalqi va hukumatining noroziligini qo'zg'adi. Eron bu masalada Xitoydan jiddiy to'lam talab qiladi degan. Noyabrda Xitoydagi iqtisodiy ko'rsatkichlarda iqtisodning asliga kelish sur'atining ostilash alomatlarining davomlashganligi o'tirg'i chiqdi. Davlatlik statistika idorasining sonliq ma'lumotiga qaraganda, sanoat ishlab chiqarishi 11-oyda oldingi oydagiga solishtirganda tuvallagan bo'lib, parcha setish miqdori o'xshash mazgildagidan tuvallagan. Noyabrda Xitoyning parcha setish miqdori 5,9% tuvallagan bo'lib, bu atiyazdan buyanqi eng cho'ng tushish ekan. Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgandan keyin turlik va keng doiralik jazolarga duch keldi. Izchil Rossiyani qo'llab kelgan Xitoyma hozir embargo sepiga qo'shildi. Xabarlarga qaraganda, Xitoy davlat bexatarlik endisasi sababidan o'z davlatida ishlab chiqarilgan bir taraf qog'ochlarning Rossiyaga eksport qilinishini cheklagan. Ma'lum bo'lganidek, Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgandan keyin yerim o'tkazgich talabini qondirishda zo'r qiyinchilikqa duch kelgan va ehtiyojning ko'p qismini Xitoydan ta'minlagan edi. Xitoyning Parijda turishliq bosh elchisi oldingi oyning oxirida Xitoyda chekidan oshgan Covid tadbirlariga qarshi namoyishning chet el kuchlari tomonidan ishlatilganligini o'tirg'i qo'ydi. Janubiy Xitoy atdiganlik pochta gazetining xabariga qaraganda, bosh elchi Lu, meningcha haqiqiy namoyish faqat birinchi kunda bo'ldi. Ikkinchi kuni chet el kuchlari allaqachon buningga aralashgan degan. 11-oyning 24-kuni Sharq Turkistonning markaziy Urumchida karantindagi bir binoda yuz bergan o't ofatida 44 Uyg'ur hayotidan ayrilgandan keyin Xitoyning nurg'un shaharlarida atalmış 0 Covid tadbirlariga qarshi namoyishlar o'tkazilgan edi.